O'zbekistonda tashkil qilinadigan uloq ko'pkari bahslari boylar egallab olganmi? Ma'lumki, internet tarmog'ida O'zbekistonda uloq ko'pkari bahslari g'irrom o'tishi, boylar egallab olishgani haqida izoh yozadigan odamlar ko'p topiladi. Korotchi, kim ot choptiraman deydigan bo'lsa, endi bundan buyog'iga pulni zo'r qilish kerak, pul berish kerak. Xo'sh, jarayon aslida qanday? Biz muxlislarning e'tirozini o'rgandik. Bahslarda har doim turli xil chavandozlar g'olib bo'lishdi. Ayni musobaqada Otabek Umarov jamoasining omadi kulmadi. Ularga faqat kichik sovrinlar nasib qildi. Ko'plar gapiradi, mana Otabek Umarov yoki boshqa bir boylar o'zlari deydi. Mishmishlar faqat mishmisalanadi. O'zbekistonda o'tayotgan barcha uloq ko'pkari bahslari to'liq shaffof tarzda tashkil qilinadi. Ya'ni bu jarayonda qandaydir qing'irlik yoki kelishib olishning imkoni yo'q. Minglab chavandozlar ishtirok etayotgan maydonda dron qurilmasi uchiriladi. Hakamlar tasvirlarni bevosita ko'rib turishadi. Bu esa shaffoflikni va halollikni ta'minlaydi. Navbatdagi chopmay turib, turkizlar bo'lgan. Chopma! Yuqoriga avtomobil yentira. Samolyotga deyomdek, tagiyetti ishora. Bahsda qatnashgan qozog'istonlik sportchilar ham sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Hyundai Nexia va Cobalt kimlarga nasib qildi? Ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. O'zbekistonda navbatdagi uloq ko'pkari e'lon qilindi. Bu safar chavandozlar Toshkent viloyatida jam bo'lishdi. Biz ham voqea joyiga borib, qizg'in bahslar haqida ko'rsatuv tayyorlashga qaror qildik. Ma'lumki, internet tarmog'ida O'zbekistonda uloq ko'pkari bahslari g'irrom o'tishi, boylar egallab olishgani haqida izoh yozadigan odamlar ko'p topiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda taniqli bokschi Shohjahon Ergashev uloq ko'pkarida otdan tashqari pul bo'lish kerakligini bildirgani tarqaldi. Korotchi, kim ot choptiraman deydigan bo'lsa, endi bundan buyog'iga oldin otni zo'rini olishdan oldin pulni zo'r qilish kerak, pul berish kerak. Shundan keyin otlarni chopadi. Xo'sh, jarayon aslida qanday? Biz Ohangarodagi bahslarni diqqat bilan kuzatib, muxlislarning e'tirozini o'rgandik. Ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Ohangarodagi uloq o'tadigan maskan yo'llarining noqulayligi uloq ishqibozlarini to'xtatib qolmadi. Ulkan chuqurlar ham ko'pkari ishqibozlari tomonidan bosib o'tildi. Maydon atrofida xizmat ko'rsatish avjida. Bu yerda turli yeguliklarni tatib ko'rish mumkin. Mahalliy kaboblarning hidi insonning ishtahasini ochmoqda. Bahslar shu qadar qiziq kechdiki, tomoshabinlar orasida mashinalarning yuqori qismiga joy qilib olgan odamlarni uchratdik. Ko'pkarining o'ziga xos sehri shu qadar qudratliki, uning daragini eshitgan chavandozlar yuzlab chaqirim yo'lni ortda qoldirib bo'lsa-da, tezroq yetib borishga harakat qilishadi. Qara Muhammad Ali bo'lgan mahkam. Ohangaroningiz Muhammad Ali mahkam bu. Eshitmayolsam. Voqeatida mardlik, jasurlik, epchillik, qat'iylik fazilatlar mujassam qadimiy chavandozlik sport o'yini uloq ko'pkari musobaqasini ko'rish maqsadida qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikasidan kelgan yuzlab chavandoz polvonlar ishtirok etishini maqsad qilgan. Navbatdagi 8-marra so'limlari bir to'y borish, yana to'y qaytish ko'pkarimizning 8-marra so'limlari. 8-marra so'limlari. Chopmang polvonlar tushgan desa, chopmang. Kamanda xos. Hop. To'gadan Xudoyberdi hokim bobomizning Karola bilan izbosar polvon pastki marramizga tashadi. Xudoyberdi hokim bobomizning Karola bilan tashadi. Hozir.
bahslarda har doim turli xil chavandozlar g'olib bo'lishdi. Masalan, ushbu bellashuvda Sodiq polvon Turon laqabli oti bilan Nexia 3 rusumli avtomobil egasiga aylandi. Qanamir Sodiq polvon mahkam bo'ling, halollaysiz, poklaysiz. Qani avtomobil! Avtomobil Nexia 3 ga Qanamir Sodiq polvon mahkam. Halollaysiz, poklaysiz, qani keldi yuqoriga avtomashina. Qani Nexia 3 Sodiq. Qani boyga qo'yindirasiz, qani mahkam. Halollaysiz, poklaysiz, keldi yuqoriga avtomobil. Qani mahkam avtomashina. Hali mahkam bo'ling, halollaysiz, poklaysiz, keldi yuqoriga. To'g'ridagi so'z. Aziz do'stlar, qo'yimizning birinchi avtomashinasiga avtomobil Nexia 3 million so'mga Qo'qon Toshkent Xonobod Mahmud hoji akamizning Turon nomli otlari bilan Mari Sodiq polvonga qarsak bormi? Qarsak olqishlar. Mahmud hoji akamizning o'rta Osiyoga mashhur bo'lgan Turon nomli otlari bilan tashadi. Tabriklaymiz, so'rimlar muborak bo'lsin, tabrik. Mari Sodiq polvon omon bo'lsin azizlar. Mari Sodiq polvon Toshkent Xonobod Mahmud hoji akamizning Turon nomli otlari bilan Polvonni zo'ri, otni zo'ri omon bo'lsin azizlar. Nexia 3 million so'mga takalmashar. Almashtirgan ekan. Riyona hoji akamizning yo'llari omon bo'lsin. Riyona hoji aka. Shuningdek, O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan boshqa polvonlar ham turli raundlarda g'olib chiqishdi. 3 million so'mga Sirdaryo Xovos, Karvonsaroy Aziz polvon, Misha polvon, Toshkent Qorasuv Bobur akamizning Qirol nomli otlari bilan, Toshkent Qorasuv Bobur akamizning Qirol nomli otlari bilan tashadi. Mana 6-marra yuqori bir tuya bir to'yga Mo'min hoji polvon. Qara Toshkent. Bir Sodiq polvon mahkam oxirigacha. Avtomobil. Qara Sodiq polvon 3 million so'm avtomashina. Qara Sodiq mahkamda. Bahsda qatnashgan qozog'istonlik sportchilar ham sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Qarsak olqishlar Baydibek polvon Qozog'iston. Omon bo'lsin. Toshkent Rustam akamiznikilar, Sharof akamizning otlari bilan, Shef mashqasi bilan Sharofjon akamizning Shef mashqasi otlari bilan omon bo'lsin. Toshkent Rustam akamiznikilar, Sharof akamizning Shef mashqasi bilan Shef mashqasi bilan Qozog'iston. Baydibek polvon omon bo'lsin azizlar, Qo'shsoyga tashadi. 6-marra bastiga qani ko'tarildi, yuqoriga bir tuya. Bir to'y. Qani Mo'min polvon mahkam bo'ling oxirigacha. Biz katta qiziqish bilan bahslarni kuzatishda davom etdik. O'zbekistonda o'tayotgan barcha uloq ko'pkari bahslari to'liq shaffof tarzda tashkil qilinadi. Ya'ni bu jarayonda qandaydir qing'irlik yoki kelishib olishning imkoni yo'q. Minglab chavandozlar ishtirok etayotgan maydonda dron qurilmasi uchiriladi. Hakamlar tasvirlarni bevosita ko'rib turishadi. Bu esa shaffoflikni va halollikni ta'minlaydi. Ohangaron Qaraqo'y Botir akamizning otlari bilan azarti bilan Botir akamizning azarti otlari bilan boshladi. Omon bo'lsin. Toshkent Ohangaron. Ko'pkarida bahsli vaziyatlar ham bo'lib, ushbu holatda otlar yiqilib tushishdi. Navbatdagi chopmay turib, turkizlar polvon. Chopma. Polvon chopmay turing, bekor bo'lgan. Ot turkizini chopmay turinglar. Chopmay tur polvon. Eshitmayapsanmi? Chopmay tur ot turkizni. Do'mbir qilaman bo'lsa, chopmay tur. Yordam qilinglar undan ko'ra ot turishiga. Chopmay turinglar yigitlar, chopma.
Yo, to'xta, gelmishmey, lekin chopmay turinglar. Chopmay turing, tilmoqda keshaman ko'rsatdim. Bekor chopmay turinglar. Yomg'ir yog'ishiga qaramay chavandozlar kurashni davom ettirishdi. 5 million. Ana oxirigacha boshqarma solib 5 million. Ana polvon mahkam. Keskin kurash davomida navbatdagi sovrin Mirsodiq polvonga nasib qildi. Bobur shohlikasi. Shohlik mahkam bo'lib yaqinlashyapsan, keldi yuqoriga. Qani keldi yuqoriga toy. Navbatdagi marafonlar yigitlar. Kabiradan qo'yga. Timurga kabirasi shundagida. 13-marra so'rmadi. Borasiz bir toy 2 million so'm. Haydasiz yentira 5 million so'm 13-marra so'rmadi. Chiqabinglar do'stlar. Yuqori marramizga Sirdaryo Malik, Olim polvon farzandlari. Yetmay qoldi yuqori marramizga. Ana pastki marramizga Momusin Misha polvon Sirdaryo Havos. Karvonsaroy Misha polvon Dilmurodagi yuqori marra degan belgisi. Omon bo'lsin. Jentra uchun bahslar ham boshlandi. Unda turli xil chavandozlar sovringa yaqin kelishdi. Omon bo'lsin, qari kelyapti, yuqoriga qarab. Keldi yuqoriga avtomobil Jentra. Dilmurodagi degan belgi taki yerda ishora. To'g'ridan to'g'ri mumkin imkoniyatlarga. To'g'ridan to'g'ri mumkin chopinglar. Pastki marramizga Mirsodiq polvon qarsa bormi? Qarsa olqishlar Mirsodiq polvon. Omon bo'lsin. Samarqand tezis. Mirsodiq polvon omon bo'lsin, azizlar, mashhur polvonimiz, birinchi avtomashinaga nashagan polvon. Samarqand Bostorg'on Nurbek xo'jakamiz do'stlari bilan Lenin nomlari bilan nashadi. Samarqand Bostorg'on Rustam xo'jakamizning Lenini bilan pastki marramizga Sirdaryo Havos, Karvonsaroy Erkin polvon nabirasi Misha polvon Omon bo'lsin. Bobur akamizning Qirol nomlari bilan Ohangaronda kechgan uloq ko'pchiliklarning yonida uzoq vaqt qolishi aniq. Zero har bir bellashuv murosasiz ko'rinish oldi. O'ynatmang Sajaraga. Avtomobil Jentra. Mahkam bo'ling polvon oxirigacha. Jentra 5 million so'm kelyapti yuqoriga. Avtomobil Jentra. Kelyapti yuqoriga avtomobil Jentra 5 million. Ana polvon mahkam bo'laver. Qobil. Ana endi ko'rindi mahkam bo'ldi. Ko'pkari soatlar, ba'zan kunlab davom etishi mumkin. Uloqda otbozlar otini, chavandozlar esa o'zini sinovdan o'tkazadi. Ular uloqdan uloqqa o'z xato va kamchiliklarini tuzatib, tajribalarini oshira boradilar. Partiya bilan qoidaslar polvonlar. Ana kesin. Qobil polvon kesin, omon bo'lsin. Jizzax. Yangi va savodli polvoni Qobil polvon kesin. Yangi va savodli polvoni Qobil polvon kesin. Shohjahon Durrayevning bo'yingi bilan Qobil so'rasa qarsa bo'lma Qobilga. Omon bo'lsin Qobil polvon. Bir Jentra 5 million so'm. Jizzax Zomin Boytalabomizning nabirasi Shohjahon Durrayevning bo'yingi bilan bir tuya bir
Minglab tomoshabinlar chavandozlarni qo'llab-quvvatlab turishdi. Sovrinlar birma-bir o'z egalarini topmoqda. Aytaman, shunga qarag'ani mahkam bor. Mahkam bor. Partiya mahkam bor. Qani mahkam. Toplang, Eronbegi. Nimadaga shurani ko'rsating. Aylantirib kelsa, aylantirib yuqoriga. Nimadaga. Aylantirib yuqoriga deyapti. Eronbegining ishorasi. Eronbegi nima desa shu yigitlar. Nimadaga. Ana cho'briyat do'stlar. Cho'briyat polvonlar. Nimadaga ishorangizni kutyapmiz. Ikkinchi ishorangizni ham kutyapmiz Nimadaga. Qani polvonlar. Cho'briyat do'stlar. Bizning yuqori marramizga 3 ta to'y. Toshkent Ohangaron o'ngit. Marija polvon o'g'illari. Sayfi polvon ma'nosini aytayapti. Chekdan ot tekmaysanmi? Farg'ona Qo'qon Bahrom xo'jagamizning istiqlol namotlari bilan. Farg'ona Qo'qon Bahrom xo'jagamizning istiqloli bilan. Yuqori marramizga Sayfi polvon 3 ta to'yga boshladi bo'lsin. Pastki marramizga polvonga. Pastki marramiz polvoni. Qanot polvon. Bilan qo'shbiyaga qanot polvon. Qani kelyapti yuqoriga qarab Sayfi. Sayfi polvon kelsin. Omon bo'lsin. Qani Jizzax. Zomin. Boyto'ra bolamizning farzandi Alisher polvonning addiy istiqomatlari bilan. Sayfi polvon Toshkent Ohangaron o'ngit. Marija polvon o'g'li. Sayfi polvon kelsin. Mana Sayfi polvon kelsin. Jizzax Zomin. Boyto'ra bolamizning farzandi Alisher polvonning Alisher akamizning aziz istiqomatlari bilan Sayfiga qarshi bormaydi. O'rta Osiyo ko'pkari bahasining farzandi O'rta Osiyo tan olgan Adidas polvonni zo'r otdi zo'ri. Mana omon bo'lsin Sayfi polvon bering. Mana bu yoqda o'tiringlar. To'xtab turinglar. Oyviga Alisher polvonni so'rayapti. Abbos kelsin deyapti. Alisher polvonni so'rayapti. Omon bo'lsin bugungi to'yimiz oxiriga. Toshkent Ohangaron Marija polvon o'g'li. Sayfi polvon Jizzax Zomin. Ko'pkari dahasi. Boyto'ra bolamizning farzandi Alisher polvonning mashhur azizasi bilan boshladi. Ilohomin. Mo'min bo'lib mahkam bo'ling oxirigacha. Mo'min bo'lib mahkam bo'ling. Ana polvonni zo'ra. Navbatdagi 7-marra solimlari 3 million so'm bilan borasiz. 5 million so'm bilan qaydasiz. Ko'taring. Shohmaynada kelmashadi. Qobil polvon omon bo'lsin. Qobil polvon omon bo'lsin azizlar. Har sayvorni qobil polvonga bir tuya, mol tuya solim berasizlar. Qo'qon Yangi Qo'rg'on Ahror xo'jagamizning Gerkules nomofari bilan Farg'ona Qo'qon Ahror xo'jagamizning Gerkules nomofari bilan mashhur Gerkulesda Qobil polvon yigitlar takanobkini tez seraga tezlashtirib yo'q ketyapti. Sayfi polvon omon bo'lsin. Yuqori marramizga 3 ta to'y. Toshkent Ohangaron o'ngit. Ana Marija polvon o'g'illari. Sayfi polvon omon bo'lsin. Aytayapti, chekdan ot tekmaysanmi? Farg'ona Qo'qon Bahrom xo'jagamizning istiqlol nomofari bilan
Farg'ona Qo'qon Bahrom hojakamizning yutuqlari bilan Ayni musobaqada Otabek Umarov jamoasining omadi kulmadi. Ularga faqat kichik sovrinlar nasib qildi. Ko'plar gapiradi mana Otabek Umarov yoki boshqa bir boylar o'zlari deydi. Ular qarlashi rasvo qildi, hamma qildi, lekin zamonda ham bu safargi championnatda ularda omadi keladi. Biroq bu masala ishtirokchilar bilan muloqot qilar ekanmiz. Uloq ko'pkaridan yutish uchun tajribali chavandozlarga murojaat qilish kerakligini, ular esa pul evaziga qatnashib berishlarini ma'lum qildi. Mana masalan shunga murojaat qilmadim. Mana beradigan pulim yoki podxod qila olmayman. Men kelaman, tomosha qilaman, ketaman. demak pul Emas. Yutug'idan ko'p narsa berishdi. tushunarli. Yuqorida tilga olganimiz uloq va ko'pkarini faqat boylar yutadi. Otabek Umarov yutadi kabi mishmishlar faqat mishmisalanadi. Ushbu bahslarda ham turli xil chavandozlar sovrinlarga ega chiqishdi. Xususan, Hyundai avtomashinasi va 10 million so'mni Toshkent viloyati Ohangaron tumanida bo'lgan Saypi polvon tomonidan yutildi. Gentra va 5 million so'm Jizzaxlik Qobul polvon tomonidan yutildi. Cobalt va 3 million so'm Toshkent viloyati Xonoboddan bo'lgan Mirsodiq polvon tomonidan yutildi. Ana shunday o'ziga xos ruhda Ohangarondagi uloq bellashuvi o'z nihoyasiga yetdi.